Agar biror narsa senga yoqsa, u aynan seniki bo'lishi kerak. Uni qanday qo'lga kiritishing ahamiyatsiz. Boshladik bolalar. Bu oddiy o'g'irlik emas, dunyo tan beradigan darajada mukammal ish. Qo'rqmasdan hamma pulingni tik, kazino g'olibi oldindan tanlab bo'lingan. Omborga tushishingiz kerak, Ram Jeyhok. Tezroq harakat qiling. Uddalay olmasang seni o'ldiraman. Siz nima desangiz shu, opajon. Bugun tadbirimizga Bruni shahzodasi Vi tashrif buyurgan. Uni sahnaga taklif qilamiz. Barchaga salom. Tadbir juda ajoyib. Bruni shahzodasi sizga o'z salomini yo'llaydi. Davlatimiz sizga omonatga qoldirayotgan 10 tonna oltin hamkorligimiz uchun birinchi qadam. Bu pullar meni butun umr yashashimga yetadi. Ombordagi oltinlar yo'q, janob. Shahzoda bundan xabar topmasligi kerak. Juda chiroyliligingdan hozir oyna xushomad qilishni boshlaydi. Maqtov uchun rahmat. Qolganlar qayerda? Ran va Yuri kurashyapti, barcha o'sha yerda. Ran yutishiga bu safar ham umid qilgandim. Yuri g'irrom qildi, uni ustiga uni ayadim. Har holda qiz bola. U shunday kulganda juda yovuz ko'rinadi. Bizning bugungi o'g'irligimiz bir davlat taqdirini ustun qildi. Nima vijdoning qiynalyaptimi? Qo'ysangchi, biz bundan ko'piga loyiqmiz. Janob shahzoda sizni kutyapti. Unga sezdirmang, prezident. Xush kelibsiz, shahzoda. Shahringiz juda chiroyli, shunday emasmi, janob prezident? Albatta, shahzodam. Kazinolar qurilishini tezlashtirmoqchiman. Bu qarorga kelishingizga nima sabab bo'ldi, shahzodam? Ko'p kutgim kelmayapti. Yoki biror muammo bormi? Yo'q, albatta, ammo bu yerda chiroyli joylar bilan birga ajoyib bazmlar ham bor. Bir necha kun dam olishingiz kerak demoqchiman. Ishni esa keyinga qoldiring. Bugun siz uchun ajoyib bazm tashkillashtiraman. Eng mashhur musiqa guruhlari chaqiriladi. Yo'q desam odobsizlik bo'lmasin. Mehmondo'stligingizning chek-chegarasi yo'q. Gaplashib olishimiz kerak. Bruni shahzodasi omonatga qoldirgan 10 tonna oltin o'g'irlashda buni qanday qilishganiga hayronman. Bazm borlig'i 3 soat bo'ldi, ammo hech narsa qoldirishmagan. Menga yordam ber, har holda sobiq politsiyachisan. Nimadir deysanmi? Butun boshli qo'shin hal qila olmagan ishni men qanday hal qila olaman? Bu ishni oshkora qila olmaymiz. Shahzoda bilsa davlatni parchalab tashlashi aniq. U ko'rinishidangina muloyim. Roziman, faqat oxirgi yakunga men javobgar bo'lmayman. Unga ishonish mumkinmi? Unga o'zimga ishongandek ishonaman. Nima bo'ldi? Bugun shahzoda uchun bazm uyushtiryapti. Bosh musiqachilar guruhi, ya'ni ikkimiz tadbir bosh qahramonimiz. Yo xudoyim, uni oltinlarini o'g'irladik. Yetmaganiga u uchun kuylash, hozir aqldan ozaman. Shugani bundan xabari bormi? Eng qizig'i, u rozi. Yaxshi yomonni bilsa kerak, har holda u boshliq. Agar sezgan bo'lsang, bazmda shahzoda sendan ko'z uzmadi. Opam chunki mukammal. Nima, sen meni maqtadingmi? Balki shahzodani boshini aylantirib olarsan. Sendan boshqa javob chiqmasligi aniq edi. Bu hazilmi? U bu yerda nima qilyapti? Kim? Sizni bezovta qilmadimmi? Xush kelibsiz, pochcha, yo'g'ay shahzoda. Bu qarash menga yoqmadi.
Salom Shahzoda, bu yerda biror ishingiz bormi? Kecha bazmdan erta ketibsiz. Siz bilan tanishmoqchi edim, Xari xonim. Nima? Band emasmisiz? Sizni qahvaga taklif qilmoqchiman. Xari bora olmaydi, yaqinda musobaqamiz bor. Men sendan emas, Xaridan so'radim. Uni ustiga u uchun javob beradigan hech kim emassan. U bormaydi. Men uning ukasiman va buni aytishga haqliman. Sen bu yerda bemalol ovqatlanib o'tiraver. Tashqarida esa Shahzoda Xarini hademay qo'lini so'raydi. Men bilan yur. Katta tomosha boshlanyapti. Shu o'zi qanday odam, unga ishonish mumkinmi? Xush kelibsiz Shahzoda, balki yolg'iz gaplashib olarmiz. Yaxshi, qiziq, ular nima haqida gaplashayotgan bo'lishi mumkin. Bu ishni shuga hal qilgan yaxshi. Nega unga qo'pol gapirasan? Nima, joningdan to'ydingmi? Nima, u bilan uchrashish niyating bormidi? Rahmat, shart emas, Xari, bu ishni seni nomingdan qil. Nega hammangizni kayfiyatingiz yomon? Shahzoda ketdimi? Ha. Bizga biror gaping yo'qmi, boshliq? Masalan, men senga 100% ishonaman, ammo politsiyaga qaytganing bizni bezovta qilyapti. Xo'sh, nimani o'ylayapsan? Uzog'i bilan 2 kundan keyin hammasi tugaydi. Politsiya o'g'rilarni qo'lga oladi, ya'ni prezident va bosh vazir. Aytmoqchisanki, bularni unga to'nkaysan. Bu ishni birga qilamiz, MJ. Sening yaxshi rahbarsan. Nega chaqirding, biror narsa topdingmi? Juda ko'p izlandim va prezidentning ikkita yashirin ombori borligini aniqladim. Nima demoqchisan? Bunda prezidentni ayblamayapsan, to'g'rimi? Taqillisan. Bu katta ayblov. Seningcha 10 tonna oltinni katta odamlar yordamsiz oddiy o'g'irlar olib keta oladimi? Agar isbotlay olmasak, ikkimiz ham o'lishimiz aniq. Juda g'alati, ammo prezident ham bosh vazir ham g'oyib bo'ldi. Politsiyaga xabar berishimdan oldin prezident davlatdan qochishga urinishi va zirisi qiynab o'ldirilishi kerak. Bu ishni o'z bo'ynimga olaman. Sen va Jeyxob oltinning yarim qismini chetga chiqarib yuborasiz, qolgan yarimni 2ga bo'lib prezidentning omborlariga joylaysiz. Bu muammo emas. Sening ajaling men ekanman, azizim. Bugun davlat bosh vaziridan ayriladi. Ombordagi qo'riqchilardan ehtiyot bo'ling, hech kim tirik qolmasin. Politsiya u yerga borishidan oldin ketgan bo'lishingiz kerak. Ering qayerda? Uyda. Iltimos, meni o'ldirma. Siz tez ketishingiz kerak, janob prezident. Reja ishonchli bo'lishi uchun bugun Bruni shahzodasi o'lishi kerak. Har bir qadam mukammal bajarildi. Ram, qanisan? Menga baqirma. Senga yomon munosabatda bo'lsam ham sen mening yagona qarindoshimsan. Bu muammolar tugagach ota-onam qabriga borishga nima deysan? Sening yaxshi ukasan. Seni men urushsam ham men yagona ukamsan. Bu safar ham yengildim. Sizni ayadim. Kalbimde kalır, hep hüsran, hep kahr. Söyle artık olsun. Demak, bizning hikoya shu bilan tugadimi? Yo'q, albatta. Biz shahardan aqlli fuqarolar kabi chiqib ketdik. Bizni manzilda tanishlarimiz emas, oltinlarimiz kutib oldi. Jeyxob yangi shaharda san'atini yana ham rivojlantirdi. U hozir dunyo taniydigan raqs ustasi.
Yuri shahar chetidan oddiy kulba sotib oldi. U sodda va beg'ubor qiz, pulga deyarli qiziqmaydi. Pullarning teng yarmini bolalar uyiga xayriya qildi. Bizning NJ yaqinda o'qishni bitirdi. U hozir sudya bo'lib ishlayapti. Albatta meni eng ko'p aynan u yo'qlaydi. Kamina yangi shaharda o'z lavozimini tikladi. Yangi Nyu-York shahrida taniqli bosh komissar Min Shuga. Hayotimdan mamnunman albatta. Egizaklarga nima bo'ldi dersiz? Ular mo'jizaviy tarzda tirik qolishdi. Egizaklarimiz Hari va Ran katta modellik kompaniyasi yuziga aylandi. Ular hech ham bir-birisiz yurmaydi. Ikki tanadagi bir jon kabi. Bugun biz jamoa bilan yig'ilamiz. Eng katta mehmonxonada. Faqat biz bo'lamiz. Sababini esa saldan keyin bilasiz. Shuga qani? Hammaga salom, barcha shu yerda ekan. Sizga Hari va Ranning xaloskorini tanishtiraman. Shuga bu hazil emasmi? Men uni ko'rishni naq 1 yil kutdim. Hari juda xursand. U kimligiga juda qiziqyapman. U hozir keladi. Eng qizig'i u jamoamizning 7-a'zosi. Qo'ysangchi, biz boshidan 6 ta edik-ku. Sizningcha nega oltinni 10dan 7 qismini olib qoldik? O'zingga ko'proq ulush ajratding deb o'yladik. Har holda boshliqsan. Ulushning bir qismi bizning sirli a'zo uchun edi. U oltin kelish kuni qayerdaligi, qanday sezdirmay olib ketish mumkinligi barchasi uning rejasi edi. Bularni sen aniqlagansan deb o'ylardik. Men sizning rahbaringizman, o'yin boshlayman. Hech narsa o'zgarmaydi. Xo'sh, bizning 7-sherigimiz ham. Yo tavba, biz hatto payqamaganmiz ham. Salom jamoadoshlar. Mabodo tanish emasmizmi? Uni o'zim o'ldirishga odam yo'llagandim. Balki hammasini boshidan aytarsan. Vi mening tug'ishgan ukam, u Bruni shahzodasining qiyofadoshi. Shahzoda samolyotdaligidayoq o'ldirilgandi. Boshidan beri shahzoda rolini mening ukam o'ynayotgan edi. Vi ozod bo'lishi uchun shahzoda 2-marta yana o'ldirilgan. Qoyil boshliq, bu mukammal reja. Bu yog'iga bir jamoamiz, qarshi emasmisiz?